Ushbu loyiha Milliy bank hamkorligida Buxoro viloyati Qorako'l tumani Istiqlol mahalla fuqarolar yig'inida 478, 474 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda talqon ekilgan maydon 10 gektar. Bu yerda ekilgan zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish 120 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi. Tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 20 ta dehqon xo'jaliklari biriktirildi. Har bir dehqon xo'jaliklarga o'rtacha 0.5 gektardan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyiha samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Istiqlol Sunnatbek ishlab chiqaruvchi kooperativ biriktirildi. Ushbu loyiha har bir gektardan 3 tonna, jami 30 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish va orqali yer egaligi daromadlarini oshirib boriladi.